Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Xullas, YouTube foydalanuvchilari, kanalimiz obunachilari, e'tiboringiz markaziga. Xo'p, hammangiz tanigan, bilgan buxorolik iste'dodli suxandon, boshlovchi, notiq Salohiddin Fayziyev qizlarni turmushga beryaptilar. Nahorgi oshdan eng qiziqarli lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Maroqli tomosha tilaymiz barchangizga. Marhamat. Ular yuradan pagang to'y qishloq guzashdan nasib ana yoshi baxshi dizagashdan doim nasib Mirzo aka. Canım dedem, canım ota, canım ota. Dunyo bir ko'z bo'lsa, mardum Buxoro. Bugun Buxorilikka daxli bor Salohiddin Fayz Xudosi mana To'xtayevlar birga Zokir aka bilan mana Xudochilik madrasalarini mahkam boylab, farzandiga baxt tilab, hammamiz bilan mana shu baxtini, quvonchini baham ko'ryapti. Avvalambor men san'atkorlarda bir yaxshi bir nima borki, qarsak duoga o'tadi. Qachonki qo'llar birlashsa, duoga o'tadi, qalbdagi niyatlar ijobat bo'ladi. Demak, mana shu hamjiyatligimiz doimo bardavom bo'lsin. Salohiddinjon, qizni baxti juda ham albatta har bir ota uchun juda aziz va u misli ko'rilmagan bir katta bir baho bu. Ilohim mana shu qizimiz yana erta to'y chiroyli o'tsin. Bugun marakalar chiroyli o'tsin va bir yildan keyin nasibsa chiroyli nabira to'ylari kelishni mana shu yerdagilar yana ko'payishib hammaga nasib bo'lsin. Va للمتقين الذين ينفقون في السراء والضعفين عن الناس والله يحب ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا أولئك جزاؤهم مغفرة عما يصفون فزيلات بركاتdan barchamizni bahramand qilgin. Parvardigor va o'xilgan oyati karimalarning barakot va nuridan vujudlarimizga, qalblarimizga shifoyi marham qilgin. Parvardigor olam Qur'onni bizlarga shafoatchi qilgin, sirot ko'prigida nur qilgin, jannatda hamroh aylagin. Parvardigor unga barchamizni ilohi muhabbatli qilgin. Parvardigor bu o'qilgan oyati karimalardan hosil bo'lgan savob va ajr va azmlarni payg'ambarimiz Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bag'ishladik, yo ayladik. Parvardigor mana shu manzili makonlardan o'tib ketganlarni, mana shu yerda amin deb o'tirgan jamoatni, o'tgan azizlarni ruhoniyatlarga hadoyo aylab, Parvardigor barchalarni ilohi rahmatingga dohil qilgin. Parvardigor mana shu barakotli yerlarda o'tiribmiz, fayzli maskanlarda o'tiribmiz. Sayyid Amir Kulol hazratlari jivorlarida ilovat ezing, ularning ruhoniyatlarini bizlardan xushnud aylagin. Ularga berilgan ilm va fazilat, hikmat va odob, barakotlardan Parvardigor bizlarni ham bahramand qilgin. Dastgir oxirat qilgin. Salohiddin aka shafir va ayolman aylagin. Baxtli, saodatli Parvardigor ahli iymon, ahli islom zurriyotlaridan aylab, barchalarini Parvardigor o'zing rozi bo'ladigan iymon bilan siylagin. Bugunning xayri fayzidan Parvardigor bahramand aylab, Parvardigor olam barchamizga ofiyat bergin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Muborak bo'lsin. Biz ajoyib ovoz sohibi Nuriddin Ahadovni
chorlab qolamiz. Chunki bugun niyat qilgan ekanki, bir chiroyli sarpo gidirar ekan. Ha, undan keyin qo'shiqni endi sarponi kiyasak edi. Nuriddinni ikkinchi desak bo'ladi, chunki Sherali Abdullayev aslida mana o'sha san'at dargohida o'qib yurgan paytda alohida mehrimiz baland edi. Endi bu shogirdlar nomidan sizga ustoz. Ha, kam bo'lsa ham meni qabul qilasiz. Qolgan nasib bo'lsa nabira cho'lar to'ldiramiz. Muborak bo'lsin ustozlarga. Rahmat, rahmat. Nuriddin aka, muborak bo'lsin. Endi agar ijozat bersizlar, biz so'zni ko'paytirmoqchi emasmiz, chunki bu ertalarga mana nahor oshi. Xudochiliklaringizga ko'z tegmasin. Xudochilik ming yilchilik azizlar. Bu maqomda mag'zini chaqinglar sizlar. Ikki xonadonni yoriladi bosh, ko'ngil bayron bo'lar. Ko'zdan oqar yosh, ota-onalar bo'linglar bosh qosh. Xudo beryapti bugun Salohiddin aka bilan Zokir aka. San'atkor, betakror ovoz sohibi Hofiz Sheralini Jondordagi Buxorodagi shogirdi. Haqiqiy shogirdlar. Haqiqiy shogirdi. Haqiqatan ham. Hammamizni faxrimiz. Endi joyiga kelganda aytamiz, bunaqa paytda taniqli bo'lgandan keyin topib oladi, biz qarindoshamiz. Muborak bo'lsin. Nurdinjon omad. Mezbonlar, birodarlar, mana bugun ukamiz Salohiddinjonning xonadonida, qudalarning xonadonida yaxshi kun, tantana, to'ydan oldin bo'ladigan marosim. Barchalaringiz xush kelibsizlar deymiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz Salohiddinjon. Vaholanki xuddi mana shu joyda bir necha marta Salohiddinning xonadonida xizmatda bo'lganmiz, izzatda bo'lganmiz. Birga ijod qilganmiz, ancha yillar birga xizmat qilganmiz xalqqa. Fayzingiz bersin, Fayziyev. Bugun shunaqangi kun ekan, anchadan beri ko'rmagan insonlarimizni ko'rib xursand bo'ldik. Salohiddinjon, buning uchun bizlarni shu joyga jamlaganingiz uchun sizga avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Sheralijon ukamiz mana chiroyli xonish qilib, mazza qilib eshitdik. Omadini bersin, fayzingiz bersin Sheralijon. Dunyoviy qo'shiqchiga aylaning. Farhod aka, bitta chopon kiying iltimos. Havo issiq bilaman, lekin majbursiz kiyishga. Ana marhamat. Salohiddinjon avvalambor e'tibor uchun katta rahmat. Farhod aka, haqiqatan ham ustozlari. Bir fayzli aziz insonsiz. Muborak bo'lsin, ko'z tegmasin. Qani Sheraljon, shu choponlar uzunida qo'shiq aytasiz. Ha, marhamat. Nafusdek tong aro masrur misoli sho'rlik bo'lur. Taransanlar baytangur. Bugun mana shu ajoyib ertalarga nahor oshdan u Buxoro sharifdan. Marhamat Sheraljon, omad sizga yor bo'lsin. Qadrlarni olib qo'yish kerak. Qo'yib qadrlar bilan. Borizga shukur, ustojon. Borizga shukur. Bormasak bo'lmaydi, o'zini domotdan kelganman, endi domot. Bahodir akam. Siz charchamang.
Mana shunday qaynoq yangiliklarni, qolaversa ijodimizga tegishli bo'lgan ijod mahsullarini tomosha qilish niyatda bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishamiz.